Yog'da pishirilgan shirinliklarni mazasini tatib ko'rishga ham qiziqmas edim. Chunki любой shirinlik yoni shimvolib, ko'ngillar aynitib olsa kerak. Ayniqsa u shirin bo'lsa deb o'ylarkanman. Lekin aynan shunisi Instagramimdan chiqarib meni juda ham qiynavardi va uni bitta tayyorlab ko'rishga qaror qildim. Qozonchamizga 100 gram rashmel sifatli sariyog'lardan solib, 250 mg suv va ozgina tuz solib, sariyog'lari eriguncha gazga qo'yib olamiz va ustidan sifatli oliy navli ezoz unlardan solib, uni taxminan 5-7 daqiqa davomida o'rta olovda aralashtirib turamiz, xamirlari pishib olguncha. Endi esa xamirni boshqa idishga bo'shatib, ozgincha sovutib, birama ketlikda 4 ta tuxumni chaqib, shunaqa silliq massaga kelguncha aralashtirib olamiz. Massa aynan shu holatda bo'lishi kerak. Endi uni konditerskiy meshokka solib, istalgan shaklingizda qizib turgan yog' ustiga sovolamiz. Men uchun eng oson usul shu bo'ldi. Shunaqa konditerskiy meshokda qaychida kesib yog'ga tashlaysiz. Menda nasatkada bo'lgani uchun shunaqa shakllar chiroyli bo'lib chiqdi. Katta idishga shakar bilan koritsani solib, issiq holida shunaqa bulg'ab olamiz. Boshqavatlar bilan shunaqa qilib dasturxonga tortamiz. Siz ham albatta tayyorlab ko'ring. Bu juda ham mazali bo'lar ekan.